Ahmetcan. Ahmetcan ko'zam bir. Voy kuzatib olaylik. Po'lat aka. Sen mehmon. Mehmon. Qanday? Qani javob. Halidan bitta ko'rishdi. Ayran bitta. O'zini ashlasini aytadi ular. Nima unaqa? Aralashmasin. Po'lat akam bugun yana mos qilib qo'yibdi-da. Kim mas qiladi? Endi-chi, Po'lat aka yosh katta bo'lib qoldi. Mana shu g'arat ekanlardan Abdurazak akam oldi bitta va'da bering. Qaytib og'zimga olmayman. Lekin ahladisi to'xtatar ekan. Ular chiqadilar san. Xudo saqlasin. Ikki oldinga olish. Bitta baland emas. Sog' bo'linglar. Haqiqatda bo'ylarga bo'ytumon. O'zi ham bas. Po'lat aka olsin. Bir